islomiy moliyalashtirish tizimi bizni davlatimiz uchun, bizni umuman moliyaviy tizimimiz uchun yangilik bo'lib kirib kelyapti. Buni juda ko'p odamlar har xil tushunishi mumkin, lekin aslida qaysidir ma'noda bizda bu munosabatlar hozir bor. Qonunchiligimizda asosiy bo'lmasa ham, lekin munosabatlarda bor. Masalan, oddiygina bir misol, banklar bugun yirik loyihalarda sherik bo'lib ishtirok etyapti, moliyalashtiryapti. Lekin huquqiy jihatdan to'g'ri rasmiylashtirish uchun uni kredit berganda keltirib rasmiylashtiryapti-yu, lekin agar oxiri borib shu loyiha muvaffaqiyatga erishmasa, bank o'zini balansiga olib, shu mulkni oxir oqibat taqdiriga o'zi mas'ul bo'lib qolyapti. Endi hozir islomiy moliya tizimi masalasida aynan shu narsa qonuniy jihatdan to'g'ri bo'ladi. Islomiy moliya, umuman bir narsani aytishimiz kerak, dunyoda juda katta investitsion oqimi bor islomiy moliyalashtirish tizimi bo'yicha va shu oqim bugun bizning mamlakatimizga kirayotgani yo'q. Chunki qonunchiligimiz ruxsat bermaydi. Agar biz hozir qonunchiligimizda shu muvofiqlashtirishlarni amalga oshiradigan bo'lsak, ishonchinglar komil bo'lsin, juda katta investitsion oqimlar keladi. Huquqiy jihatdan to'g'ri maydon yaratilganligi uchun. Va bu yerda eng asosiy e'tibor berishimiz kerak bo'lgan bitta narsa, jaydaricha tilda gapiradigan bo'lsak, o'zimizni banklar bir tadbirkorga pul berganda foizsiz pul berishga haqqi yo'q, qonun taqiqlaydi. Albatta 100 so'm bersa 124 so'm qilib qaytarib olishi shart, qonunda belgilangan, foizga beriladi. Va hozir qonunga kiritib kiritilayotgani boshqacha shakllar degani bu bank demak sherik sifatida ham tadbirkorning yonida puli bilan ishtirok etishi mumkin. Va daromadigagina sherik bo'ladi. Tadbirkor qachonki bir loyihani amalga oshirib o'shani daromadini ko'rsa, daromadiga sherik bo'ladi. Ya'ni biz aslida tadbirkorlar sinfini mana shunday qilib yaratishimiz mumkin. Va bugun afsus bilan aytish kerak, mana bu qora iqtisodiyot deydimi, yashirin iqtisodiyotimizning juda ko'p qismidagi asosiy urg'u ham shu bilan bog'liq. Xohlaymizmi, yo'qmi, O'zbekiston baribir e'tiqod nuqtai nazaridan islom ustuvor bo'lgan davlat. Islomiy qarashlar ustuvor bo'lgan davlat va juda ko'p tadbirkorlar bugun aynan shu e'tiqodiy masala nuqtai nazaridan bank bilan muhokama munosabatlarga kirishayotgani yo'q. Va juda ko'p investitsion oqimlar bankka aylanib o'tyapti. Bu afsuski o'sha yashirin iqtisodiyotni rivojlanishiga yana ham hissa qo'shayapti. Agar biz qonunchiligimizda shu imkoniyatni beradigan bo'lsak, birinchidan amaldagi bank tizimiga bu hech qanaqa zarari yo'q. Bu chunki mana dunyoda eng rivojlangan Britaniya deysizlarmi, Amerika Qo'shma Shtatlari moliyaviy dunyo markazlarining hammasida islomiy moliya bo'yicha o'zini o'sha ikkinchi alternativ tizimi sifatida tadbirkorlarga taklif beriladi. Abrorxon aka to'g'ri aytdilar. Bu aslida o'zi foiz bilan berilayotgan kreditdan ko'ra qimmatroq masala. Negaki pulni aslini qaytarib berguningizgacha bo'lgan davrlar ichida sizni daromadingizga ham sherik bo'lib o'tiradi bu yerda islomiy moliya. Lekin tadbirkorga bu qulay. Tadbirkor amalga oshishi, oshmasligi aniq bo'lmagan bir loyihaga pul tikilayotgan paytida orqasidan kimdir qarzsan deb boshida nima qilsan ham qarzingni to'laysan, garovingni 2 barobar qaytarib berasan degan qarashdan ko'ra yonida daromad ko'rsang sheriging bo'laman men. Sani yiqilib tushingdan men manfaatdor emasman degan sherikka turishni afzal biladi. Qimmatroq bo'lsa ham. Aynan shu sababli bugungi kunda bizning iqtisodiyotimizda tadbirkorlik rivojlanishi qiyin bo'layotgan bir paytda, moliyaviy investitsion oqimlarda bank va tadbirkor orasidagi turli tushunmovchiliklar bo'layotgan bir paytida aynan shu alternativ taklif bugun iqtisodiyotimiz rivojlanishiga o'zini sezilarli ta'sirini ko'rsatadi. Tushunish mumkin, qonunchiligimizda hali bu yangi bo'lgani uchun ayrim nuqtalarda bir-biriga kesishmovchiliklar paydo bo'lib qoladi. Ayrim nuqtalarda yana ham takomillashtirishga zarurat paydo bo'ladi. Lekin kelinglar tan olaylik, ko'pgina qonunchilikni qabul qilganimizdan keyin ayrim nuqtalarda kesishmovchiliklar bo'lsa, kelishmovchiliklar bo'lsa agar to'g'rilayapmiz-ku uni yana qonun. Aynan shu sababli bu tizimni ham biz agar qo'llab-quvvatlab O'zbekistonni moliyaviy institutlarini yanada boyitish uchun agar bu qonundagi o'sha o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsak, o'ylaymanki, bundan faqat tadbirkorlarimiz, iqtisodiyotimiz va O'zbekistonimizni iqtisodiy rivojlanishi uchun juda yaxshi ish qilgan bo'lamiz. Qonun loyihasini qo'llab-quvvatlashga chaqiraman. Partiyamiz fraksiyada to'liq qo'llab-quvvatlaganligini ma'lumot uchun aytmoqchiman. Rahmat.